$1 milyon fon sterling. Rejissor Ronald Nem. Senarist Mark Twain. Jill Craig. Bosh rol og'uvchi Gregorian Parker. Ronald Atherton. Bu hikoya Angliyaning nihoyat boy mo'lchilik vaqtlarida yuz bergan bo'lib, ayni vaqtdagi Buyuk Britaniyaning bankasining oltin omborida dunyoning har qaysi joylaridan ko'plagan oltin kumushlarni saqlagan bo'lib, kishilar doim ishonchlik, xuddi Buyuk Britaniya bankasiga o'xshash ishonchlik deydi. Marhamat apandilar, ishonamanki, uning oddiy qiyofatidan umidsizlanmaysizlar. Aksicha u men uchun to'liq go'zal ham yaqinliq. Bundaq go'zallik uzunga baranmaydi. Mana bagin. Ohoy. Qaramoqqa go'zal, tutmoqqa rohat. Shundaqli beki yaxshi ekan. Buningdan 2 yilda tarqatdik. Maxsus chet el qarzni qaytarish uchun tarqatilgan. Gezitini ko'rdik. Bizning bir o'yimiz bor. Meningcha sizga sal g'alati tuyuldi-ku deyman. Bizning bu chekni ishiltishimizdan. Shundaq, bu zo'r fon sterling chekni. Sizlarning taklifinglar odatdagi taklif emas ekan. Tijorat ishiga ishiltamsizlar? Shundaq, muhim bir tijorat. Bankir apandimga deymizmi? Menday. Bankir apandim. Akam bilan ikkimiz bu suyumlik, ajoyib xosligi bo'lgan bu kichik qog'oz partisini qimor uchun ishlatmoqchi. Qimor uchun? Qimor uchun da'vatamsizlar? Mislisiz bir qimor. Apandilar, chaqchaq qilyapsizlar. Sizlarning taklifinglar meni bakli cho'chityapti. Sizlarning buni bir kichik qog'oz partisi deyishinglar meni texmi hayron qoldirdi. Ko'zinglarni yo'g'on ichib, son sepirlarga qarab yiqinglar. Banka bu talonga 1 milyon fon sterling отчет qilishga kapolatlik qiladi. Amerika hukumati mazkur konsulxonaga Londondagi nomrod amerikaliklarga yordam berish mablag'i bermadi. Chataq bo'ldi. O'zimcha naqd topdim debdiman. Qutquzish bermaganlik, yordam qilmaymiz deganlik emas. Sana paraxut ishlaydigan bir xizmat deb berayli. Londondan bir ish tepish fursatiga erishalamdim. Agar bir hafta saqlay olsang, surishtirib baqsaq bo'ladi. Bir hafta bak uzunkan. Bir necha kunga yetkidek pul bo'lsa-la, o'zim ish topa olayman. Qaytarishga kapolatlik qila olsang, biz ozroq pul berib tursak bo'ladi. Go'rag qo'yg'idek bir narsang bormi? Aqlim bor, sog'lom qo'lim bor. Hamda men ishonsanglar, bular mening kepilim shu. Bu qandoq kepillik bo'lsin? Har kuni nurg'unlagan kishilar bu yerga kelib qutqizish talab qiladi. Agar sana bo'pti desak, boshqalarmi kelib oldi? Har kuni bu yerga kelib tizim qoldirsam-chi? Kechirgin, bo'lmaydi. Bir fon sterling to'lasanglar, Angliya, Amerika birlashmasiga kiralaysan. Ondan tabiiy sana yordam qiladigan odam chiqadi. Bo'ldilar. Yana o'zim amal qilay. Ixtiyoring, apandim. Amal qilmasang qaytib kelgin. Albatta. Bir Nisan bo'lamdi. Ha, bo'ladi. Apla, tugab ketibdi emasmi? Rahmat. Bolka sataman, bolka. Yangi pishirilgan bolka. Bolka sataman, yangi pishirilgan bolka.
Hey yigit. Hey yigit. Meni chaqiryapsiz? Shundoq. Sizni chaqiryapman. Eshik sol tarafingizda. Rahmat. Xeyirlik səhər əfəndim. Mərhəmət, penikirəm. Mən sizə yol başlay əfəndim. Siz çağırğan əfəndim gəldi. Rahmat. Chiqib ketsangiz bo'ladi. Efendim, ismingiz? Adam. Henry Adam. Ha, o'ltiring Adam efendi. Rahmat. Siz Amerikalikmi Adam efendi? Shundoq Amerikalik. Londonni yaxshi bilamsiz. Yo'q, ozroqmi bilmayman. Men bu yerga tek boya keldim. Adam efendi, sizdan bir qancha savol so'rsak bo'lamdi? Qani so'ranglar. Bu yerga nima qilib keldingiz? Bir planingiz bormi? Alon, birdan so'rayli. Hech qanday planim yo'q. Lekin menga bir xizmat kerak. Mening Angliyaga kelishim bir tasoddifilik. Qandoq sizga? Mening bir kichik motorliq kemam bor-di. Portning sirtida haydab sayohat qilishni yaxshi ko'ratdim. 4 haftaning oldidagi bir shanba kuni kichik motorliq kemamni portdan haydab chiqdim. So'zingizni davomlashtiring. Nima deyotgan edim? Kichik motorliq kemingizni portdan haydab chiqdingiz. To'g'ri. Qarang'u tushay deganda tuyuqsiz qattiq g'arib bo'rin chiqdi. Men kecha-ich qiynalib, tirmishib jinimni saqlab qoldim. Tong otdi. Umidsizlanib tursam, bir cho'ng paraxutni uchratdim. Shundoq qilib Angliyaga keldingiz. Shundoq bir paraxut ishladim. Topgan pulim bilan kira haqqini to'ladim. Shundoq qilib bu yerga keldim. Ko'rganinglardek bu ahvolga tushib qoldim mana. Xotirjam bo'ling. Bək yaxshi bo'ldi. Bu nima deganingiz? Adam efendi, sizning biror kasbingiz bormi? Kasbimni so'ramay turing. Sizlarni menga bir xizmat fursati berdigan deb tushunsam bo'lamdi. Savr qiling. Adabsizlik qildigan bo'ldim. Pulingiz bormi? Pul demsiz? Rostini desam, hech nimam yo'q mening. Bundaqmi to'g'ri kelamdi Lottovi. Talaylik ekanmiz. Balkim sizlar talaylik ekansizlar. Lekin menga nisbatan undaq emas. Agar sizlar chaqchaq qilayotgan bo'lsanglar, men ozroqmi xush bo'lmadim. Boshqa ishlar bo'lmasa, men ketdim. To'xtab turing efendim. Biz sizga chaqchaq qilmoqchi emas. Xato tushunib qolmang. Alovin, hali xatni uningga bergin. Men sana shuni deydib turgandim. Xat. Mana sizga bir parcha xat. Menga Shundoq. Yo'q. Hozir ichishga bo'lmaydi. Soat dal 2 bo'lganda andin iching. Dal 2. Oldirib ichib o'tmang. nimadaq sirliq? Sirliq emas. Ichida pul bor. Apaldilar, menga sadiq kerak emas. Menga kerak bo'lgani bir xizmat. Agar sizlar Biz sizning samimiy tuzligingizga hurmat qilamiz. Shunga sizga bu xatni berdik. James, Adam efendini uzitib qo'ygan. nima gapni ochiq qilmaysizlar? Tezli bilib qolasiz. Soat 2 da efendim. Kuting. Ya'ni 1 soat 10 minut vaqt bor. 1 soat 10 minut vaqt. Mərhəmət. To'xtab turing Adam efendi. Chekni soat 2 bo'lganda assangiz bo'ladi. Bo'ladi. Xayr xo'sh. Bu kishi to'z, aqlli ekan. Yana kelib hech yana bilmaydi ekan. Texi bir sinit pulim yo'q, kambag'al ekan. Bizning talabimizga toza mos keladi ekan.
o'rinda odam bor. Qani ichiga kir. Bu yerda o'tiring. Bu apandiga tomoq tizimligi beringlar. Tuxum bilan pishirilgan kala go'shti kavpi. Qaymoqli go'shtdan. Tam xurujlarini ko'proq qo'shsan. Buyurtqanlarınız bak qimmatchi mi? Yana bir stakan so'g'uq pivo. Efendim. Bulardan yana bir kişilik keltiring. Yeni mi? Shundoq. Aras, yana bir stakan so'g'uq pivo. Masala yo'q-da. Yo'q, çatak yok. O yine o'xshashdan keltiringlar deydi. To'ligidek puli bormidi? Taliyimizni sinab boqaylik. Bo'pti, buyurtib bergin. Go'shtini kichik qilchi bu. Tuxum bilan pishirilgan kala go'sht kapi, qaymoqli go'shtlardan 2 kishilik tort, pishloq, qahva, yana 2 stakan pivo, jami 310 funt sterling bo'ldi. Sal saqlab turing. Nima ish saqlaymiz? Bo'ldi, men qo'yib ber. Bu tomoq nihoyat yaxshi bo'ldi. Qarang. Agar bir qancha vaqt tomoqni qo'ldan berib qo'ysa, undaqda odatdagi bir vaqt tomoqimiz sizga totliq, mazalik tetiydi. Esil bilindi. Bak qiziqarli ekan. Pulni to'lab etsangiz, boshqalarning xizmatini qiladi. Sizlarning saytingiz to'g'rimi? Yo'q, sal ilgari. Qanchalik ilgari? 2 minut. Rahmat. Ayibga buyurma. Siz zodi pulni to'lay olamsiz? Albatta. Qarang. Undaqda marhamat. Bilaman. Pul bering. Bo'ladi. Menimcha 2 minut ilgari bo'lsa chatoq chiqmas. Kechiring. Menda buningdan kichigi yo'q. Sal saqlab turing. Hozirlik kelaman. Eyji buning qarang. Bu rostmidi? Kelevin apandidan so'rab boqqin. Kelevin apandi. Nima ish? Buningga qarab boqsangiz. Bu rostmidi? Bu yüksek monsterlik çekten fakat 2 kişilik tarqıtılgan saxtasını yasaş mümkün emas. Nimishqa? Kimdi bo'lsa, o kişi başqalarının diqqətini tortadi. Bu chekning egasiga qarang. Kiyinishi bekli bichar ekan. Menimcha o bir g'alati mijozlik millioner. Ah tangrim. Bir g'alati mijozlik millioner? Qara seni. Chaqim berib xizmatini qil. Kechiring apandim, buningga poch pulimiz yo'q ekan.
Mende faqat mushuli bor. Shundaqmi? Uni ko'nglingizga olmang, hech qisi yo'q. Bizning bu kichik restoranimizga kelishingizning o'zi bizga cho'ng sharaf keltirdi. Rostini aytganda bak xush bo'ldik. Agar siz qanday vaqtda kelishni xohlasangiz, shu hamon keling. Siz bek yaxshi odam ekansiz. Aslida siz bizga yaxshilik qildingiz. Xohlagan vaqtingizda keling. Nimani yegingiz kelsa shuni buyuring. Sizning restoranimizga kelishingiz bizga bo'lgan sharaf, apandim. Balkim bir mezgil kelamaski mumkin. Sizdek bundaq puldor kishilarga ishonmasak, kimga ishonamiz? Bilaman. Sizning bundaq kiyinib olishingiz kishilarning diqqatini tortmaydi deganingiz. Pulga kelsak, apandim, unutilib ketang, hech qisi yo'q. Sizga ko'p rahmat. Bak yaxshi odam ekansiz. Aslida biz sizga rahmat aytsak bo'ladi. Chin yuragimizdan rahmat aytamiz. Rahmat. Bo'ldi demsa. Nima ishiniz bor efendim? Meni to'niy oldingizmi? Shundoq. Yaxshi, men darhol xo'jayiningiz bilan ko'rishaman. Ular safarga chiqib ketdi. Safarga? Chet elga ketdi. Lekin 1 soat oldin texib batdi-ku. Bir oydan keyin keladi. Bugundan boshlab 1 oy. Bu qanday mumkin bo'lsin? Bu pul chekini sizga 1 oylik berib turamiz. Vaqti to'shqanda bizga to'liq qaytarasiz. Uningdan keyin bizning tavallikimizda xohlagan bir kasbni tanlasangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Biz siz orqali nihoyatda qiziqarli bir do'tikdik. Hey! Kelar haftada ko'rishaylik. Buldum. Oh, mehnat qog'oz qo'zamning yuziga chopishib qoldi. To'xta, tashlatma. Kechir ola. Hamma odam qiyomat hukmiga tayyorlik qilish kerak. Hamma odam qiyomat hukmiga tayyorlik qilish kerak. Hamma odam qiyomat hukmiga tayyorlik qilish kerak. Hamma odam
odam bek kulkilikkan. Adabsizlik qilmang. Men kiyim olmoqchi edim. Tayyorlari bormi? Onunğa dang. Kechiring. Men kiyim olmoqchi edim. Hozirlik kiymoqchi. Tayyor kiyim olamsiz. O tarafdan izlab beqing. Rahmat. Malol qildigan bo'ldim. Menga tayyor kiyimlarni ko'rsatsangiz. Ha, sizni cho'qim rozi qilaman. Xaridorlar zakaz berib yondirganlar bormi? Bizda undaq kiyim yo'q. Ha, mana sinab beqing. Tugagida uni chaqariq yo'lga solsin. Kichik-kichikdan chiqarib olsin. Boludu xo'jayin. Bu hozir Angliyada moda bo'layotgan bo'lsinmi? Shundaq. Yangi moda. Shimni sinab beqing. Xo'jayin u kishini chaqarroq yo'lga solsin deydi. Oq eshikdan chiqib ketsin. Burunli bilgandim. Bilgichilikim bor. Bu bek reallik bo'lib ketdimi nima? Hammasiga qardim. Boshqasi yo'q ekan. Sizning bo'yingizga mos keldiganlari bek az. Shundaq. Bo'pti. Hozircha kiyib turay. Xaltiga sep beramdim. Yo'q, kiyib olay. Pulni hozir yezib qo'ysangiz. Keyingi oylarda biroqla basam qandaq deysiz? Chunki hozir yanimda parcha pul yo'q. Mundaqdan. Undaqda siz cho'ng pullarni silib yuriydi ekansizda. Men qara yashigit. Agar men sizning o'rningizda bo'lsam, hargizmi kiyimga qarab boshqalarga baho bermaydim. Men faqat sizlarni pul qaytara olmasmikin dedi. Sizga sal qarg'inim emas. Biroq siz qandaqsiga bizdan qaytara olmaydiganligimizni bilasiz. Biz qaytara olamiz. Qaytara olaysizlar shundaqmi? Bo'ladi. Sana nima bo'ldi? Nimaga qarab tursan? Menga pul qaytarishni saqlayapman. Chaqqan bo'l, unuqa pul qaytar. Pul qaytar. Bu yilqi chorshanba kuni gazetlarda e'lon qilingan chekkan u. Yo'q, payshanba kuni men texi bu umrimda bu chekni ko'rolmasmanmikin deb o'ylagan edim. Sen tozima bir do'tnim ekansan. To'gi, qara seni. Nima deb bu apandim? Apandim. Buni selvitan apandim, selvitan. Chaqqan olanning armisini chaqar. Voy, baksat shopda emasmi? Bu yoqqa marhamat, bu yoqqa. Bu Qons shahzodagi tayyorlagan kiyim edi. Badan qurilishi xuddi sizga o'xshaydi. Yangidan bir sant chiqarib etsiz. Yangidan bir sant qisqartimiz. Galstuk xo'jayin. Yangi nusxasini aka. Ma'qul. Ertadan boshlab maxsus sizga kiyim hazırlaymiz. Sizga har xil so'rinlarda kiyadigan sarxil kiyim kerak. Menga bundaq chiq kiyim kerak emas. Faqat bir yurish bo'lsa yetarli. Jilitga xo'jayin. Rahmat 35. Ommaviy so'rinlarda jiqaroq kiyim bo'lmaydi. Oz deganda 35 qur bo'lishi kerak. Yoqsi sal egizroq bo'lsin, ha? Men uncha olajaq kiyim lozim emas. Mushu bir qur kiyimdan pulim uzunga so'zilishi mumkin. Qachon to'lishimni bilmayman. Çataq yo'q, shumi gapmi? Mangulik bo'lmasimi bo'ladi, apandim. Oldi pesh kichikroq bo'lsin. Oldi pesh kichikroq bo'lsin. Yana bir qor, o kiyimi tayyorlaylik. Ot mingandimi bo'ladi? Mening ovchilik bilan xo'shim yo'q. Ot minishga qiziqmayman.
Faqat paroxod bilan dengizda yurishni yaxshi ko'raman. Tantarbiya shohidam. Sizning bu qamlashgan badiningizga tazimi bab keladi. Yugurishdan tarbiya shohi. Kapitan mo tantarbiya shohi bo'ladi. Balki kichikroq bo'lsin. Balki kichikroq bo'lsin. Dengiz kiyimidan bir Bir yurish. yurish yoz. dengiz Paypaq xo'jayin. Rahmat. Oldi peş biraz kichik bo'lsin. Oldi peş biraz kichik bo'lsin. Ammaviy so'rovlardan ayt chiroyli kiyinsangiz, bizning sharafimiz bo'ladi. Bo'lmasa sizning kursingiz tushidi. Bizga mo yaxshi bo'lmaydi. Eng yangi pusundagi glastuklar xo'jayin. Rahmat ayt degandilar. Bitirib beramiz. Bo'ladi. Hozircha mushini kiyib qaytay. Voy xudoyim, u bekli qamlashmagan ish bo'ldi. Efendim, sizning adresingiz? Hozircha tek turar joyim yo'q. Izlayapman. Unda sizga Benborada turishingizni tavsiya qilaman. Benbor qandoq joy? Nihoyat yaxshi joy. Oliy darajalik. Mening bir tuqqanim u yana boshqaruvchisi bo'ladi. Sizni uningga tanishtiray. Rasma? Ah, Tanrım, bu Rasma? Sana köp rahmet Litte. Köp rahmet. İkinci kavetteki alayda dercelik yataktan bir karşı var mı? Yok efendim. Veli, He efendim. işgalda tuturgan barlık kütküçünü çağır. Buldu efendim. Her az şerin ayı. Polokovagraf ötkende kaçangıç isabatınız gen? 6 ay burun efendim. Onunkini anlaştırıp koydum. Buludu. Derhal o yatakla tazlanla. Gülden eltirgil bilen Tiyantus güleni tızanla. Silerden şunu talep kılımen ki, gepimge kulak selanla. Hazır bizne ait muhim boğan Henry Adam isimlik bir mihmanı kütüanmakçı. Onun kiygen kiyimi biraz galiti boğaçqa, bizning mihminimizge okşumasqı mümkün. Lekin, sizler çoğum en yuqur dercelik deniz armiyasının kinran kütüağandek, yuqur edep ahlak seviyanlar bilen onu dağdıqlıq kütüvilanlar. O kişi bolsa Amerikalık milyoner. Boldi, öz ornunlağı beranlar. Graf canapları, bunun hemmesini sizin kolaylıqınız üçün kıldık. Kapalet kılımen ki o yatak boyu bir qatar hem keçisi bekli teneç. Bu öymün nahayeti bir xatar. Ba'zida xatarlik bo'lsa-mu, qiziqarliq bo'ladi. Bilisiz efendim, o öyde əsli xuar graf turğan. Anglapmı baxmapdı ekan. Hozir mushundaq uyda turman. Kelgustim mushundaq uyda turman. Bu nima qilganinglar? Sarang bo'psizlar, sarang. Bu qilganinglar menga haqorat. Graf canapları, sizge vədi bermem, bunun hemmesi vaqt qışla. Kötə undaq vaqtliqingni. Eğer yük taqlarınızı biz yığıştırıp bəsək sət bolamıkin? Bu bir haqorat. Qeynidigina. Zodi nima ish bo'ldi? Siz her qaysi jihatdan o'ylasangiz, öy anlaştırğanның sizge bu köp faydası var. Gerçi salayetіңizge ancha mas kelmasimi, lekin arzon to'xtaydi. Nima azan u? Umu u yadimi? Ha? Buni bilmayman. Haras. O öy xizmatchilarining yotoq uyiga yaqin. Siz xohlagancha musiqangizdan o'zirlan olaysiz. Ha, shundaqmi? Röyt, qani rostini degina. Sizlar bu o'yni kimga bermoqchi? Rost so'zla, mendan yoshirib qolanmaysan. Henry Adam efendi, bir Amerikalık. Amerikalık milyoner graf janapları. Seningcha Amerikaliklarning pul mollari biz Angliyaliklarning unvonining ustida turamdi ekan. Men bunda xo'rlashga chidab turolmayman. Bu davlatga nima bo'lgandi? Saqlab tur. Yaxshimisiz efendi? Men alay. Bu yoqqa marhamat, sizni saqlayotdi. Bu yoqqa efendi. Mening hujram bek rahat ekan. Kechiringlar. Hoş geldiniz efendim. Sizni kızgın karşı alınız. Hasan, sanin bol.
Efendimden sandığını anlamsın. Boladı. Efendim? Tur ornundan. Çakkal tur. Çamdan al. Bu yakka efendim. Sizning qadam tashrif qilganingiz bizning sharafimiz. Bizdan cho'qim rozi bo'lasiz. Hoş geldiniz. Karşılığımız efendim. Tizim defterini al. İmzayınızı qo'yversangiz. Bu yerga imzo qo'ying. Sizga Şerinay uyini hazırlab qo'ydik. Men sizga yo'l boshlayman. Başlıq buni qayerga qo'yamiz? Oy! Voy qaranglar. U kishi buni elib yurib nima ish qildigandi? Elinglar, passın, chaqqaylinglar. Bizning bu qadimki davlatimizni yomurli xarakterini bekmi yaxshi ko'radi. Qani marhamat. Kechiring, buzilmagandi. Mumkin bo'lsa qaytadan chamdan qo'ysangiz ustiga chiqib bersak. Ha, ben bor. Mush yerganda. Qani marhamat. Qani bu yoqqa. Henry Adam efendi geldi. Adam? Adam da otamsiz? Ha, men. Ağnısam sizlar mening kelishimdan xabardor ekansizlar. Ah, efendim, sizden keçirip sorayım ben. Bu tazıma kanlaşmagan bir çakçak optu. Sen bir aldamcı gelsen. Passın hiç oylamaptıken ben. Hem de kessen buludu. Kessen buludu dedim. He, özünüzü bir tizim tutasınız. Neymiş bo'ldi? Kütküçeyi hata donup kaptı. Onu ketkizit ama. Avdot kapak baş onu sizmikin dep kaptı. Vay ölgür. Bu yoqqa men efendim. Wajid. Qaydan Sakçı çakırınlar beyli. Sakçı çakırınlar. Mening saq chaqirishning hojati yo'q. Men bu kishi bilan paranglashib boqay. Gap qila olamsan. Gap qilamansan? Ara qilsang chatoq yo'q-da. Yaxshi. Endi bizga yo'l boshlasangiz bo'ladi. Elbette buludu efendim. Buyurun kütonla. Bu yakka merhamet. Sende kekirdek yallığı var mı? Sen boksörçü mü? Yığırlık götürüş mü hayri? Sen sirik artist mı? Ha, sirik ömükü de. O sen ne bilen bilirsen? Ko'rganingdek, men bir cho'nqir sassiq kirib kelib chiqolmay qoldim. Men faqat qig'dek bir kasb topay degan. O'ylamagan yerdan bu ishlar yo'liqib qoldi. Bundaq bo'lishini yoqtirmaydi. Bo'pti. Oldi bilan o'zirin surayli. Ondan bir gap bo'lsin. Seni ahvoling qandaqroq? Qig'dek kasbing bormi yo'q? Yaxshi bo'ldi. Men amro bo'lib, bu bir oyni o'tkazsang qandaq? Birlikda pul chekin qo'g'dishpagan. Men biror xizmat topgandek ekan, men qarayman. Ha, yaxshi bo'ldi. Ular menga bermoqchi bo'lgan xizmatda bir yilda oz deganda 5 million berdi. 6 million? Lak, sening o'ylig'ingdek bo'lsin. Xizmat topgandan keyin bularning hammasini oxirlashtiramiz. Bu bir oy ichida men Henry Adam, Amerikalik millioner.
turayotdikmi nima? Yaxshi. Mangda oqamsa. Atiganligingiz xayrli bo'lsin. Atiganligingiz xayrli bo'lsin efendim. Atiganligingiz xayrli bo'lsin. Atiganligingiz xayrli bo'lsin. Konsulxonamiz bo'lsa chet eldagi fuqarolarimizga yordam qilish uchun qurilgan. Lekin siz bizga bunday fursatni bermayapsiz. Gezni ko'rmagan bo'lsam, texin bilmaydi ekanman. Siz qanchalik turmoqchi? Ahvol qarayman. Aniq emas. Ha, yaxshi. Toza obdan faslda keldingiz. Kimlarni tanıysiz? Ha, heliqi Oliver bilan Lodika akukisidan boshqa hech kim tanimayman. Ularni aytdi, mashhur kishilar. Bir tal chekib qo'ying. Yo'q, rahmat. Men buni alayda burutgan. Siz kelgandan keyin biz cho'qim xizmatingizda bo'lamiz. Ammo men bosh elchi bo'lish sifatim bilan sizni ayblayman. Nimishqa baldirroq kelmadingiz? Undaq emas, elchi apandi. Men burun bir qatim kelgan. Men bilmaydi ekanman-ku. Ha, nim desam bo'la. U chaqda menda naq pul yo'qdi. Hozirmi shundaq. Qarang, bu pul chekini bo'ldi apandi, bildim. Sizga 1 million yetamdi. Siz bek yaxshikansiz. Lekin men takalluf qilmang. Odam apandiga 1 million naqd pul tayyorlab beringlar. 5 pon sterlingdan bo'lsin. Rahmat sizga. Men dedim-ku, bizning xizmatimiz chet eldagi fuqarolarimizga yordamda bo'lish deb. Endi o'z gapimizga kelaylik. Men sizga ijtimoiy aloqa darvozasini ichib bermoqchiman. Hungry adam efendi geldi. Qarshi olamiz Odam apandi. Bu mening yo'ldoshim bo'ladi. Tinchlikmi Odam apandi? Bu bir erkin sorun. O'zingizni erkin ozoda tuting. Xo'shamajik kishilar yiningizdan ketmay avora qilsa, men shu hamon sizga yordam qilaman. Ha, Xelinxon Graf. Odam apandi, Xelinxon Graf bilan xonim. Yaxshimisilar? Chanxon qiz atmaydi ishni bek yaxshi ko'radi. Sizmi yaxshi ko'ramsiz? Albatta. Ammo Odam apandi, Kolchin Graf bilan ko'rishib qo'ysangiz. Ha, kechiringlar. Bekli yiqimliq ekan. Agar siz rostila Angliyani bilganingiz bo'lsa, parlamentga berishingiz kerak. Men bilan billa berishni xohlamsiz. Albatta, ammo Odam apandi, men sizga Fukar xonimni tanishtirib qo'yay. Kechiringlar. Alex Graf efendi geldi. Haqiqatan oliyjanobga. Do'likiz tenis topni yaxshi ko'radi. Uni tenis top klubidan ayirish mumkin emas. Do'lsangizli qizlarmi tenis topni yaxshi ko'ramdi u apandim. Albatta, ammo Odam apandi, endi Gurentis Graf bilan ko'rishsiz. U toner karton mutaxassisi. Ajdodlaringizni tepib beralaydi. Kechiringlar. O'zgacha xarakteri bor ekan. Uni cho'qim bir tamoq taklif qilishimiz kerak. Mening bayqishimcha nurg'un kishilarning ajdodi oqsumaklardan ekan. Qandoq? Rasmika? G'arbiy rayondagi bu qadimiy tuproqda nurg'un manbalar tepilgan. Ishqinglar nima deyishyapsizlar? Men sizni choyga taklif qilg'ili keldim. Sizni yaxshi kutolmay qoldim. Shundoq yaxshi bo'ldi-ku. Yana qanday qilsangiz bo'ladi? Boshqa bir kuni sizni tamoqqa taklif qilay. Rahmat. Tag'a? Nimish bo'ldi qadrlikim? Odam apandi bilan tanishqim bor. Undaqda bir amal qilib, uni taklif qilaylik. Balkonda ayrim ko'rishaymikin? Uningga maftun bo'lib qoldingizmi? Uni hammomning xayr-saxovat ishlariga qiziqsa deyman. Bizga millionerdan qo'llashi va yordami kerak. Agar maqsadingiz bu bo'lsa, sizni qo'llayman. Qani men tirishib boqay. At musobaqasi, ovlash, velosiped minish. Ah tangrim, Odam apandi bek aldirash bo'lib charchab ketadigan bo'ldi. Qadrlikim, Mariya sizni izlayotdi. Kayfiyati bek nachar. O'g'li qo'rqinchli bir partiyaga a'zo bo'lib. Nima degan dodlik bu? Ayol xo'jayin bo'lmoq nima degan tassa? Undaqda men berib tasalli beray. Xonimlar, endi Odam apandini men elib ketmasam bo'lmaydi. Mening bir tuqqanim bor. U Odam apandi bilan ko'rishmasa, meni bir umr kechirmaydi. Voy, nima ketgandi? Boyli texi mushiyaditi.
Hechqisi yo'q. Men ilmi xeli ko'p qiziqarli kishilar bilan tanishdim. Yo'q efendi, ketmay turing. Jiyan qizim bekli yaqimliq. U sirqi chiqib ketgan o'xshaydi. Ha, siz bu yerdamidingiz? Tinchlikmi? Adam efendi, jiyan qizim Poshalesko. Yaxshimisiz? Adam efendim, charchagandek ko'rinasiz. Shundoq. Yo'q, unda. Ha, Poshalesko qadrlikim. Men yana u ahamiyatsiz so'rovga qo'shilmasam bo'lmaydi. Yaxshimisiz? Bechara tag'am. Tag'am ikkimiz hammamning o'rinlashtirgan bundaq so'rovlardan bek bezar. Ular faqat quruq gap so'zlardan boshqani bilmaydi. Shundoq ekan. Angliyada ommaviy so'rovlarda rasmiy yo'sinda paranglashishni yaxshi ko'rmaydi. Nimishqa? Adabsizlik bo'ladi. Agar deyishga to'g'ri kelsa, ayol xo'jayindan yiroq turish kerak. Oy, yomg'ir yog'di. Allah, yomon bo'ldi. Sirtning ovozi bek yaxshi ekan to'q. Bu yoqqa keling. Sizning ichiga kirishni xohlamaydiganligingizni bilaman. Bu yerda tursak qandaq? Albatta bo'ladi. Kichik vaqtlarimda doim mush yerga ko'latdim. Bundaq muhit yashash cho'qim ko'ngilli qo'dayman. Ishonaman, hamma odam o'zi turishlik muhitni qadrlaydi. Bunga bir narsa tegilib bo'lmaydi. Yomg'ir yog'ib o'tibdi. Biz ichga kirganda boshqalar ajablanadigan bo'ldi. Albatta shunday bo'ladi. Ba'zi bir sababga yasasakla bo'ladi. Nimish qanday qilamiz? Men ularga xushonlik bilan, chiroyli bir qiz bilan bir qancha minutni birga o'tkazdim desam bo'ladi-ku. Ular teqichi sirtda turamdigandi. Voy, yomg'ir yog'ib ketibdi. Ansirdingizmi? Mendan so'ramang. Sizchi? Sizga amalini deb beray. Ularga bizning ko'rimay sanatoriyasi to'g'riliq paranglashdik deymiz. Nima? Ko'rimay sanatoriyasi. Buning ular ishonmaydi. Ishonadi. Uni hammam uyushtirgan. Ular sizdek bir millionerning bu saxovat ishlarga ko'ngil bilishini bekmi orzu qiladi. Sizchi qiziqamsiz? Shunday qiziqaman. Yangi ochilgan sanatoriyaning ochilish marosimiga qatnashsangiz bo'ladi. Keyingi chorshanba kuni. Agar xohlasangiz. Sizmi boramsiz? Albatta boraman. Undaqda men boray. Bu yoqqa qarang Adam efendi. Bu yoqqa qarang Adam efendi. Midirlama. Ko'p rahmat. Pek umoqkan. Bo'ladi, men keldim. Pek umoqkan shundaqmi? Shundaq umoqkan. Xanımlar, efendiler, hazır biz en ahırғы bir turni ilip barmaqçı. Nurgun dostlarının keng qorsaqlıq bilen iyani qılğanlıqıga köp rahmet. Bunun bilen qarzımızı төлüp aldık. Şundaqla bir yıllık xiracatni tayyorlab aldık. Lekin sanatoriyaning ishlarining izchil davomlashi uchun biz barliq amallarni qilishimiz, ko'p miqdorda mablag' to'plashimiz kerak. Shunga bu nafs ishlangan lonqani kim ortiq qilib sotamiz? Buni Simoyis xonim iyoni qilgan. Bizni aktiv qo'llash yusidan yo'ldashim oldi bilan 20 fond sterling qo'ydi. Endi kim eng yuqori baho qo'ysa shuning bo'ladi. Qani boshlaylik. 20 fond sterling. 30 fond sterling. Ha, nayt yaxshi. 30 fond sterling. 40 fond sterling. Ha, nayt yaxshi. 40 fond sterling. 70 fond sterling. Odam efendi. Rahmat sizga. Mana endi yuqorilig'ila turdi. Pek yaxshi bo'ldi. Bu ulug' g'oyaga yetish uchun 70 fond sterling chiqdi. 80 fond sterling. 80 fond sterling. 80 fond sterling. Qani oshirdiganlar bormi? 82 fond sterling 10 qurush. $100 fond sterling. 100 fond sterling.
Pulning soni 3 xonaga chiqdi. 120 fond sterling bo'lsin, qandaq? Ha, yana kim bor ortiq qiladigan? 500 fon sterling. 500 fond sterling. Qani yana bormi? Men 1000 fond sterling o'stiraman. Avmi xonim, rahmat sizga. 1000 fond sterling bo'ldi. Odamni hayajonga soladigan minutlar. 4500 fon sterling. 4500 fond sterling bo'ldi. Oxiri go'zal nishonimizga ozlik qoldik. 5000 fond sterling. 5000 fond sterling. 5000 fond sterling. Oh, Odam efendi. Odam efendi 5000 fond sterling chiqardi. Rahmat sizga. Asta. Yo'q. To'xtanglar. 5000 fond sterlingni mi oshirdiganlar bormi? 5000 fond sterling. 5000 fond sterling. Ondaqda Odam efendiga 5000 fond sterlingga sotdik amisa. Asta. 1, 2, 3 sotdik. Siz bek aqlliq ham oliyjanobkansiz. Boy sizni endi kim ortiq qilmaydigan bo'ldi deb o'ylabdim. Long sizning bo'ldi Odam efendi. Bu yoqqa keling. Bu ikki davlat o'tirsidagi quyuq samimiy do'stlikning simvoli. Men bilan kirishib qolmanglar. Kirishib qolmanglar. Yo'q. Bermayman. Bermayman. Yo'q. Bermayman. Rock. Bundaq ketibas bo'lmaydi, Rock. Bir kun bo'lmaydi. Qarzga bo'g'ilib qolay dedim. Bundaq ketibas qandaq bo'ladi? Bosh elchidan olgan puldan qanchalik qoldi? Tugdi? Yoni qildik. Millioner bo'lmoq bak taskan. Pulni ketadigan. Biz hamda bu yerdan ketib mumkin bilishimiz kerak. Cho'qim ketishimiz kerak, cho'qim. Qayerga borsaq mayli, ammo hozir ketishimiz kerak. Yuk taqlarni yig'ishtir. Kassaklik xotirjam bo'laman. Hozirdan boshlab bu yolg'on niqobni olib tashlashim kerak. Qarg'ina Rock. Allah. Pura. Maydamni kerib, cho'ng ko'chalarda ketayotgan chig'imda. Qizlar meni g'alati mijozlik millioner deyishganda. Rock. Biz ketmaydigan bo'ldik. Kechida hamma narsalar kishilarga qo'rqinchli bilindi. Kun chiqsa yana yangi umid kutoladi. O'yinimizdan yerimi kelgan tashlab kelsak bo'lmaydi. Yengilganligimizga tanbasak bo'lmaydi, Rock. Taklifnoma. Pusha. Rock. Bugun uning hammani deyman. Samimiylik bilan hammani deyman. Hatto kiygan ko'ynakdan tortib o'zimni olmasligini deyman. Siz bilan ayrim para alışım gerek. Qachonlikqa? Hozirlan. Siz bilan ayrim para alışım gerek.
bek yaxshi etdingiz. Amerika baş elchisi bilan Odam apandining do'stlari keldi. Mening do'stim? Shundoq, sizning do'stlaringiz. Amerika baş elchisi bilan Xoskin apandilar keldi. Xush keldingiz elchi apandi. Keşliğiniz hayırlı Yaxshimisiz? olsun Adem efendi. Xostun efendi. Tinchlikmi? Memnun oldum Graf O hanım. sizdek bir konu dost bilen körüşüşke bekme aldırdı. Azırak mı özgermepsiz adam? 10 yıldan bu yan tuncu qitim, men daim onun dadısı bilen hemkarlaşıp kelgen. Gezit sizin suratlarınızı ilan qilgandilar, çoqum sizni izlashni qaror qildim. Sizlarga paranglashadigan bir joy hozirlab beray. Lekin sizga mehmonlarni tanishtirishim kerak. Ha, ondaqda keyin paranglashayli. Bo'ladi. Burunlu bilgendim, u kichkidinlar bir ümit var yigit. Aydın kechi texim güzel bo'lib ketgansiz. Deydigan so'zlarimni qandoq deyishni bilmay qoldim. Aynur'da so'zlash ortiqlik qilmaydi. Adam efendimi? Ha, shundoq. Ko'nglimdagi so'zimni demsam bo'lmaydi. Ammo og'zimdan chiqaramayapman. Ba'zan bir so'zlarni qilmoq haqiqatan tasga to'xtaydi. Siz bilmaysiz. Anglagandan keyin balkim ranjishingiz mumkin. Mening javobim cho'qim sizni xush qiladi. Shundoq bo'lsa bak yaxshi bo'ladi. Qila olayman. Qo'rqmang. Men burunli bilib bo'lgan. Pusha siz Men allaqachon bilgan edim. Mening bu sizga deydigan ko'ngil so'zlarim bor. Biroq deyishdan o'ylayapman. bilib bo'lganmidingiz? Siz meni mijozi turaqsiz deb o'ylamaydigansiz, a? To'xta. Mening sizga deydigan muhim bir ishim bor. Endi demsam, texim bo'lmaydi. Mening sizga deydigan nurg'un ishlarim bor. Bu go'zal minutlarni kayfiyatimizni buzmayli. Ortiq gap qilishmayli. Xo'sh, alaykum, neredesiz? Odam apandichu. Xoston apandi onun bilan paranglashmoqchi. Henry, bana yardım qilishiniz kerak. İşlarni baştan so'zlab beray. Qiyinchilikim bor. Faqat siz meni qutuldirib qola olasiz. Men bir oltin konga nurg'un mablag' soldim. Umid var kani. U bo'lsa-mu intayin ishonchlik kan. Lekin mening dasmayim qolmadi. Mana bu mening sizni izlashimdagi sabab. Endi sizning yardimingiz mening muvaffaqiyat qozonishimning ochqishi bo'lib qoldi. To'xtamaga asosan darhol oltin qozolaymiz. Albatta, biz uzun yil ko'rishmadik. Lekin bizning oilamiz bo'lsa, koni do'stlardan. Hergizmi sizga ziyonkashlik qilmayman. Hozirga qadar bir fond sterling pulni isrof qilmadik. Afsus, mablag'ning kamchil bo'lishi bilan qonni qezishdan to'xtadik. Albatta, yetarlik mablag' bo'lsa, zo'r foyda olasizsiz. Yangidan bir paycheklik shirkat qurishni planlayapman. Barliq yangi paycheklar yangi payga mushtari bo'lish fursatiga erisha oladi. Planlarimni ko'rib beqing. Ha, keldik. Uyimiz keldik. Kirib bir qadatini ishlayli. Mana bu mening planlarim. Endi so'zlang. Nima? Tekrar so'zlamdim. Nima takrar? Umid var kani Henry. Umid var kani. Ha, umid var kani. Henry, odamni ansiratmang. Siz hop kunda nimalarga yo'liqdingiz? Ha, men dunyodagi eng go'zal qiz bilan to'y qilishga bitishdim. Korova grafning xonimining jiyan qizini demsiz. Shundoq. Henry, siz to'y qilibdi oqso'naklardan bo'g'daksiz. Sizni tabriklayman. Biz yanıla oltin kon ustida paranglashayli. U yerda oltin bor, tonna oltin bor. Yana 50 fot qazsaqlar oltinga erishimiz. Bir haftam ketmaydi. Muborak bo'lsin, muvaffaqiyat qozongan kishilarga. Men degan mag'lub bo'lgan kishi. Men barlig'imning hammasini oltin konga sarf qildim. Menda yana bardoshlik belgidek hech narsa qolmadi. Bu yerda meni qo'llaydigan birmi kapitalist yo'q. Ha, bilaman. Bizda kapitalist boylar pulni qanidan ortiq ko'radi. Henry, men sizni pul chiqaring demayman. Unda qilsang nima chiqib beraman?
Sizning menga ishonmaydigan biror yeringiz bormi? Dadam ishongan edi. Men albatta ishonaman-da. Henry, menga faqat sizning ismingizni kerak. Bir hafta ishlatsam da bo'ladi. Undaq bo'lsa, xalqning ishlatgan. Lekin buning bilan sening oltin kinongning nima munosabati bor? Milyonlarning ism familiyasi mening jinimni qutuldira oladi. Sizga mi foydasi tegadi? Gapimni esingizni ching tuting. Men yana uchadigan bo'ldim. Siz bilan birga uchaman. Egiz uchimiz. Sizmi boy bo'lasiz? İkimiz birlikte aksiya pirjisida parvoz qilamiz. Sen hap kunda nimalarga yo'liqding? Koldrap efendi. Bu yoqqa kelsingiz. Meni chaqiryapsiz. Sizning ish o'rningizdan telefon keldi. Xostun efendi sizni saqlayotdi. Rahmat. Kolodraf efendi. Umidvor paychekining aytgandagi bahasi qanday bo'ldi? Umidvor paycheki tushib yo'qli bo'lib ketdi. Yani 1000 dona paychek ep qo'ygan. Sarang oldimi nima? Men nihoyat saq. Yani bir ish bor. Odamning nomida yani 20 ming dona paychek ep qo'ygan. Henry adam. Henry adam? Henry adam. O bo'lsa mening eng yaqin do'stim. Rahmat sana Kolodraf. Sal turib sana telefon qilay. Henry adam. Vay. Nima shop ketdi? Henry adam bu oltin kanni biladi ekan. Hozir ikkimizla bor. Shundaq Henry. Hech kim bizga daxl qilmaydi. Ha, Henry. Endi gapimga quloq soling. Bo'ladi Henry. Men millioner emas. Siz albatta emas. U bankining pul cheki menga tava emas. Asla mavjud emas. Bu ishda xatolik bor, bir cho'ng uqishmaslik. Amaliyotda hozir menda bo'lgan narsaning hammasi o'zimning emas. Voy bechora. Yo'q. Bularning hammasi rost. Undaqda binobordagi Shirin ay, u haqsizmi? Shundoq. Sizning yemak ishmikingizmi bekorlikmi? Shundoq. Sizning bu chiroyli kiyimlaringizmi? Heliq kiyim-kechak do'kondan sovg'a qilinganmi? Buni bilmayman. Lekin o'z roziligi bilan qildi. Sizning tuman so'zlaringizga ishonamanmi? Tafsilotini to'liq anglagandan keyin shundaqligingizni bilaman. Qara. Endi chaqchaq qilmang. Bu chaqchaq emas. Men bir kambag'al. Pulim yo'q. Millioner emas. Chaqchaqlaringiz pek eshib ketdi. Bu chaqchaq emas. Hammasi rost. Henry, meni apirib qo'ying. Sözümni tugitib anglamamsiz? Yetarlik angladim. Endi qaytaman. Sizni tushunaman. Bo'ldi, so'zlamang. Men apirib qo'ying. Shundoq bo'lsin. Adam efendi. Talonni Bimburg avatgan. Aram bir fonusturlab tursa. Hech qisi yo'q, avatgan. Po'sha, men sizni tushunaman. Nemishqa bir kambag'al bilan to'y qilsangiz bo'lmaydi. Siz meni ranjitdingiz, haqorat qildingiz. Haqorat? Nima haqorat? Garchi hikoyalaringizni to'liq anglamagan bo'lsam-mu, siz yolg'ondan shunday hikoya to'qidingiz. Nemishqa yolg'onda to'qig'dakmi? Mening muhabbatimni sinavyapsiz. Mundaqmidi? So'zimga quloq soling. Xuddi men namratlarni yoqtirmay, boylarni yaxshi ko'rdigandek. Po'sha, siz bak o'moqchimi? Siz pek rahimsiz ekansiz. Siz iyoni qilgan hiliqi 5000 fond sterlingdan teniyorsangiz, xayr saxovat qilmaydigan odam bilan to'y qilaman. Po'sha, qandaqligi bo'lsin cho'qim, so'zimni tugitib anglashingiz kerak. Meni qo'yib etim. Bimburg'a borganda andin qo'yib etaman. Ho'sh, yavoy. Meni qo'yib et. Qo'yib et deyapman. Umidvor oltin paychekini olaman. Çıkırın mağdan Umidvor oltin kanning chekini olaman.
Umidvar chekini olaman. Xostun efendim bor. Men qo'li durib, Umidvar oltin kanning pay cheki toza o'rlidi. Ilinglar. Ilinglar. Mana bu ishlarning butun jarayoni. Payshanba kuni kelsa pul chekini o ikki qeyri qaytirib bersamlar andin xotirjam bo'laman. Oğlum yaraysan sen beni kutuldurup kaldın. Sen bu payda aldın. 16 bin fon sterling payda aldın. Hemmisi oylığınımızdek oldu. Man qara, bu mening Taleylik gelmez. Senle turup bersen altın kan açmasak mı bay bola alayımız. Pul tapa alayımız. Bu payçek 2 fon sterling vaxtıda sana atap 20 mingdan ip koyğantın. Hazır 20 ming fon sterling örüldü. Sen 15 ming 750 fon sterling sap payda aldın. Hemmisi senin oldu oğlum. Puşa. Nim oldu? Ey asta. O nadan? Kalampay. Xapang baş. Pokusa qablaq. Hey toxtap dur. Adam toxta. Nima ishingiz bor? Ben Puşaxon qiz bilan ko'rishaman. Kechiring efendim. Xo'jayindan buyruq bor. Puşaxon qizni avar qilishga bo'lmaydi. Qalaymiqqa so'zlama. Oningda Henry Adam apandining muhim ishi bor ekan degan. Agar bundoq desam, xuddi o't qilmay chashqandek bo'ladi. Bu Puşaxon qizning somkisimi? Shundoq, lekin men o'zim kiray. Agar cho'qim ko'rishaman desangiz, xo'jayinim dedi. Puşaxon qizning sizni mangu ko'ygisi yo'q ekan. Ularning maqsadini to'liq yetkazdim. Xayrixo'sh efendi. 490. 495. 500. Rahmet sizge graf canapları. Hechqisi yo'q. Loyet, men burunqi uyimni olaman. Bu sel teski to'xtamikin graf canapları. Adam efendi turvatı. U hisobot talonini to'ladimi? Onun da mesele yok. Bu Angliyalik oliy janob apandiga nisbatan bir masala. Shundaqmi? Biz sizge en yaxshi uydan birini hazırlab beraylik. Shuningdan boshqasi bo'lmaydi. Agar undaq amerikalik Nobayga o'zimizni azroq to'nitib qo'ymasak, keyin ular beshimizga balo bo'ladi. Bu degan siyosat. O bir xalqaro o'rni bor arbab graf janab. Qalayimqon so'zlama. Uning millioner ekanligiga sening isboting bormi? Ben burnun qo'g'lishligini bo'lsa, mehmonlarning salohiyati undan qasi kelmi? Quruq gapini qo'y. Menga haqorat qilishingga bo'lmaydi. Xizmatchiga suyunchi berolmaydigan qandaq oliy janob u? U uyni tozalaydigan xizmatchining deyishicha, u kishining bir funistirning suyunchisigami erishamagan ekan. Uni ko'chirolmasanglar, men ko'chiray. Lina, Nima ish boshliq? Adam efendi hazırgacha qancha pul qarz bo'ldi? Payshanba kunigacha 130 fon sterling qarz bo'ldi. Aran shunchilikmi? Ha, shunchilik. Afsus. Bo'lmaydi, unda qilsam bo'lmaydi, graf janoblari. Faqat bir chaqchaq qilamiz xolos. Qolsam qanday qilamiz? Undaq bo'lmaydi. Bu bir chaqchaq. Yo'q, qo'rqaman. Chataq chiqsa men mas'ul bo'laman. Bering. Siz chaqchaq qilishni yaxshi ko'rasiz-ku. Lekin Biz uchun bering. xuddi kichik bolaning o'yinidekmi? Shundaq. Rahmat. Kiring. Teshikmi efendim? Teshikmi? Rak. Bu xatni atadiganda Puşaxon qizga yetkazib bergan. Cho'qim o'z qo'liga topshir. Javob xatini olmasang, qaytib kelmasang bo'ladi.
Keşikiniz hayırlı olsun efendim. Hayırlı keş. Yişirip koydum. Nimeni? Sizge nelik nesçi? Men nimeni degandim? Pulcikçi efendim. Oo, bek yaxshi bo'pti. Siz bek aqlli qizjimi? Rahmet efendim. Farlen Graf, Farlen Hampus. Butunlay quruq gap. Bu quruq gap. U ablaq azroq Amerika shivisi bilan so'zlasa, ko'pchilik uni millioner deyverdi. Menimcha bu odamda ishonch yo'q. Sizga desam, uning 1 millionlik chek bo'lishi notayin. Qadrlikim, sizga desam, u kishi bir aldamchi ekan. Nereden bilginimni so'ramang. Nihoyat ishonchlik bir sizdan angladim. U kishi bilan xeli yaqin ekan. Uningda hech qachon millionlik pulchigi bo'lmagan ekan. Hey, Henry adam millioner bo'lsa, men Arabistonning podshohi bo'laman. Uningda hech qachon millionlik pul chekib bo'lmagan ekan. Undaqda biz uning bir mishmish paranj ekanligini bilamiz. Balkim sizning pul chek hisobotingiz naqlashtirildi-ku deyman. Yo'q teqi. Agar rost shundoq bo'lsa, biz shu chekni bir ko'rsak bo'pti ekan. Hojati yo'q. Hamma odam ko'rsatishim kerakmi? Agar rad qilsangiz mishmish paranga sabab bo'lib qoladi. Mishmish paranglar. Mening millioner bo'lishimdan boshqalar bilan nima ishi bor? Nima ishi bor? Ixtiyoringiz. Buningda cho'qim bir gap bor. Yer tavrash, paraxutlarning qada tashlab urilishi. Mana bular xabar materiali bo'ladi. Meni izlab nima ish qilasizlar? Bo'ladi. Sizlar ko'rsatmasam qutulolmaydigan o'xshayman. Rock. Pulchik qani? Yordamlashib soqchi chaqiraymi? Sizning soqchi chaqirishingizdan hojati yo'q. Bankaga xabar qilishim kerakmi? Menga kerak bo'lgani. Sizlar mening shaxsiy ishimga aralashmanglar. Chiqib ketinglar. Medalamang. Bu yoqqa qarang adam efendi. Million funt sterlingning siri. Yaqindan beri so'zchicha qilingan Henry odamning qo'lidagi millionlik pul cheki amaliyotda mavjud emas. Nima? Gazetimizning donliq muxbiri alohida ziyoratga bordi. Millionlik pul chekini ko'rib beqishni talab qilganda u xufsallik qilib hamma yana turgan, lekin chiqaranmagan. Muxbir uningga darhol soqchiga yoki bankka xabar qilishni aytganda, u qat'iylik bilan bundaq o'nimli hal qilish usulini rad qilgan. Henry odam apandi cho'qim bir amallarni qilib, o'zini oqlab vaziyatni tuzatish kerak. Chunki Angliya ommaviy so'rovlarning darvozasi. Bu donliq amerikalik mehmonga har vaqt dag'dam ochiq. U bir aldamchi. Bu bizning bek sodda va nodon ekanligimizni ko'rsatib beradi. Men doim sizlarga deyman, osonni oldin sizlar deb. Charles, buningdan keyin o kishini uyimizga kirgizma. Bek to'g'ri qildingiz. Ayol kishini tushunmak bek tasjimo. Aloqamni uzdim degan to'g'ri. Bizning inoyatimizda deb bo'lsa-mu, uning bilan aloqasini uzish kerak. Hozirla uning yeniga boraman. Bo'lmaydi. Yaxshiroq dam olishing kerak. Men seni yeziga opirib qo'yay. Sob havodan nafaslangan. Yo'q. Cho'qim Henryning yeniga boraman. Bu ishlar o'tib ketadi. Agar sen odatdagi bir qiz bo'lgan bo'lsang, balki mumkin bo'lar edi. Lekin sen bir esilzoda oqson eksan. Meni chiqirib yutinglar.
Size qasddan xijillik qilimiz emas, adam efendi. Misavatni bo'lsaq bo'ladi. O'zinglar aldırmaymiz degan tinglar. Odatda haftada bir qitim misavat qilatdik. Sizga alayli e'tibor qilib 3 hafta bo'ldi. Shundaq biz sizni faqat xijilqigimiz yo'q. Mağım amal bo'lmay qoldi. Sizni ishga pandi izlab kepti. Ko'rishimiz deydi. Yo'q, ko'rishmayman, ishim bor. Pulni to'laversangizlar qaytimiz. Siz mangu saqilsaqim bo'ladi degan tingizga. Shundaqla deb qo'ygan. Hozir sizlar bildinglar, men pul chekini yo'qotib qo'ydim. Darhol pulni to'latsanglar qanday bo'ladi? 130 fond sterling oz pul emas. Yana 3 kishi siz bilan ko'rishman deydi. Ko'rishmayman. Ishi bor ekan deb qo'y. Bo'ladi efendim. Men to'lamayman demadim. Meni siz o'zingiz bu oyda majbur turg'izdingiz. Shundoq bo'lgandimi? Yana sizmi bor? Kiyimlarni o'z ixtiyoringiz bilan kiydirib qo'ydingiz. Pulni qachon bersangiz bo'laverdi deb. Shundaq ekan, bermisingizmi bo'ladi demagan edim. Darhol pulni to'lang efendim. Darhol hisobotni tushunsiz. Kechiring efendim. Dedim-ku, vaqtim yo'q deb. Bo'ladi efendilar. Pulinglarni beray. Hammasini beraman. Qachonlikqa? Bugun tushdan keyin. Sizlar meni osh pul chekidan boshqa narsa yo'q deb qoldinglar. Bu sizlarning xatoliginglar. Sizlarga deb qo'yay. Qanda yana mulkim bor. Oltin qon. Rak. Eliq xatni Pushaxon qizga yetkazib bergan. Xo'sh efendilar. Sizlarning yuzinglar tukunlar bor ekan. Mikroskop orqali o'zinglarga yaxshi qarab baqsanglar bo'g'dak. Bugun tushdan keyin beraman. Hammanglarga beraman. Ansirmanglar. Ümit var payçıkın setükteyli. Ümit var payçıkın setükteyli. Ulanlar. Ümit var payçıkın. Ümit var payçıkın setükteyli. Ümit var payçıkın setükteyli. Ulanlar. Ümit var payçıkın setükteyli. Ümit setükteyli. Ulanlar. Ümit var altın kanın çekini satıman. Ümit var payçıkın satman. Setinglar. Setonla. Setinglar. Ya Bo'ldi, o'zim kiray. pul chekin topdingmi? Eliq pay chekin setib qarzlarim to'lamasam bo'lmadi. Satanish. Hozir bekorga basim oldigan odam yo'q. Sen meni vayron qilding. Nima dedingiz? Siz ularni 20 ming fond sterling yaraydi degan tingizga. U degan tunigunki baho. Pul chek qayerda? Senda pul chek bordi-ku. Shundaq-ku, ha? Albatta menda pul cheki bor edi. Hozir 5 sagak odam bormidi. Bundaq pay chekining shiddat bilan yuqorilab tez sur'at to'lashini zodi kim kontrol qiladi? Markaziy ko'chasidagi aksiya birjisi. Undaq shu yerga boray. To'xtab tur. Basang bo'lmaydi. To'xtab tur. İçki kirsa bo'lmaydi. İçki kirma. Bu avarchilikqa men sababchi bo'ldim. Kirib tushunchi bermasa bo'lmaydi. To'xta, ular seni siriq tashlab o'tdi. Gapimga quloq solinglar. Gapimga quloq solinglar. U qanda oltin bor. Qanda oltin bor. Oltin bor. Men sizlarga oltin bor deyapman. Mushulami egilik tiklikchilar bo'ldi menda. Ha, sen ogohlantirganding. Bu degan qoida. Nima bo'ldi? Ular nima ish qilyapti? Sizni saqlayotdi. Meni saqlayapti-da. Mening buncha olaji qarzdorlarim yo'q-da. Bu poplar nima kepti? Ularning umidvor paycheki yo'q bo'pti. Agar darhol ketmasangiz muxbirlarga tutilib qolsiz. Ular yana keldimi? Shundoq. Bir to'p bo'lib keldi. Orqa eshitdingmi? Yo'lni to'sib oldinglar, apandilar. Adam efendi. Zadı bu baxtsiz ishni hal qildigan pulunuz bormi yo'q? Loyit, siz bo'lsangiz turib tursangiz bo'lmadi. Siz zar qanday qilmoqchi? Cho'ngzal ziyan uçurg'uchilar bilan liq to'ldi. Ziyan uçurg'uchilar, men ularni to'lamasam. O altın kallaringizning paycheklari, yana muxbirlar, mana endi mening mehmonxonam tugashdi. Paychek. Kichik paycheklar efendi. Paycheklar bizni ham o'zlarini qutuldira oladi. Oltin qondan qutuldira oladi.
Amal ba, ulan qayıl qılay. Qo'llaridagi paychaklarni satmasin. Jiddiylashma Loyd. Hamma ish yaxshilanib ketadi. Paydası yok adam efendi. Bağma. Kalayım kançılık kep çıkıdı. Dikkat kılın. O geldi. Al şu adam şu. Hanımlar, efendiler. Hanımlar, efendiler. Hanımlar, efendiler. Bilaman, hammanglar meni deb keldinglar. Sizlar pulinglarga umid var paychikini setib oldinglar. Sizlar pulinglarning bexatarligidan ansirayapsizlar. Sizlarni tushunaman. Bizning pulimiz qandaq bo'ldi? Egina, sen zodi millioner mu emasmi? Mening millioner bo'lish bo'lmasligim muhim emas. Nurg'un odamlar seni deb umid var oltin chekini olgan. Sabr qilinglar. Sabr qilinglar xonimlar, efendilar. So'zimni anglagandan keyin ansirashning hojati yo'qligini bilasizlar. Sizlar mablag' solgan turning intayin ishonchliligini bilasizlar. Pul chekini topgan o'xshamamsan. To'xtanglar. To'xtanglar. İçide neymiş bu atıdı? Maymun oyunu koyup atıdı. Bula onu pul töylsün de atıdı. Bana tepişmek deme. Neymiş 101 atıdı? Gezit kömünüz mü? Yine de adam. Onun da pul çeki yokken. Ha, hop da. Onu urup öldürüyordu. Biz Angliyaliklar unda qilmaymiz. Men ishchiga kiray. To'xtang. Arqa eshikdinmi? Yo'q. Nemish orqa eshikdan mang'udakman. Men oldidan mangaman. To'xtanglar. To'xtanglar. Xonimlar, efendilar, so'zimni anglanglar. Aqlinglarni ishga silib, o'ylab beqinglar. Paychakni bir hafta tutib tursanglar. So'zlamakka oson. Biz texat sening zodi millionermi yoki emasligingni bilmaymiz. Sizlardan so'rab baqay. Sizlar pulni mening inovatimga tikdinglarmi yoki oltin kanni qazishga tikdinglarmi? Sen o'zing qilmabas. Mening nima bo'lishimning qari chaqliq. Faqat oltin kandan oltin qazilsil bo'ldi. Bu ablaq bizni aldab ketkizatmoqchi. To'xtanglar. Xonimlar, efendilar. Biz hammamiz sog'lom odamlar. Amaliyotga yuzlanishimiz kerak. Ko'pchilik uni so'ziga qo'yinglar. Rahmat sizga xonim. Yolg'iz uning so'zini anglsak bo'lmaydi. Hey, efendim. Yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Nimaga yaxshi bo'ldi? Şirinay uyi, siz endi qaytadan ko'chib kirsangiz bo'ldi. Boshliqimiz o'yini yig'ishtirib, kirliklarni amlashtirib o'tdi. Qarang, kiyimlarini ilib ketdi. Kulkilikmikan? Sen qaysi jur'at bilan bunday qilasan? Aqlimga sig'maydi. Qaytur, akirib qo'y. O qizil ko'zlar. Sening nazaringlarda qonun deydigan narsa bormi? Qamlashmagan. Endi bu chaqchaq bek eshib ketdi. Chaqchaq degan chaqchaqdek bo'ladi. Uni Sayponning pulini to'layolmaydigan holga tushirib qo'ysak bo'lmaydi. Bu qamlashmidi. Men bilan keling. Xonimlar, efendilar. Sizlar u kichikini bir varaqchig'ini imonchi qilasizlar. Men o'zimning sharafim bilan sizlarga va'da bermanki, sizlar paychekini sotmay, aksiyani setib olsanglar, cho'qim nurg'un foyda olasizlar. So'zimga ishonishinglarni umid qilaman. O oltin kanning ishi rost. To'g'ri deding. Bu bir haqiqat. Xonimlar, efendilar, agar sizlarning umidvor paychek to'g'risida so'raydigan savollaringlar bo'lsa, bu efendi javob bera oladi. Xostun efendining oltin kaniga nisbatan bilimi cho'nqir. Pulni to'lasangizlar yana akab beramiz odam efendi. Odam efendi bir muncha va'dalarni bergan bilan Sayponning haqqini beramaydi ekan. Bu pul aldash suiqasdi. Sening ustingdan arz qilamiz. Mening barliqimni aldab bilib olding. Tulayallar ucumuz alimiz. Tulayallar ucumuz alimiz. Tulayallar ucumuz alimiz. Bulmaydı adam efendi. Uruşku bulmaydı. Vay tanrım. Pul cheki. Mana bu pul cheki. Pul cheki. Voy, o'lgur pul cheki. Nereden topdingiz? Uyingizni gelamning ostiga men yo'shirib qo'ygan. Nimishqa bunday qildingiz?
Men Amerikalıqlarning pul hammaga qodir degan ko'z qarashidan bakmi bezar. Lekin biz Angliyaliklar sizlardimi eski. Endi sen menga jang e'lon qilsang bo'ladi. Unda qilolmayman. Seni apu qildim. Seni yoqtirib qoldim. Bak jur'atlikkansan. Ular ko'rsatib qo'ygan Henry. Ular pulchigini ko'rsatgan. Pulchiki rostilla bakan. Qaranglar. U yaxshi odamkan. Tanrım sizni panoyida saqlasin odam efendi. Xonimlar, efendilar, yana yarım saat vaqt qoldi. Chaqqan beri paychigin setib olinglar. Bo'linglar, tez bo'linglar. Yol boşluğuna. Henry. Hammani qilgan ashu gazetxondagilar. Men sizga mangu xizmat qilaman. Bo'ladi. Biz sizni en esil şampan bilen tebriklaymiz Adam efendi. Yaxshi. Medallama. Bu yoqqa qarang Adam efendi. Saq bir oy bo'ldi. Yana shu soatda ozroq qo'nog'ini bilan saq turibdi. Sizni tabriklayman Adam efendi. Sizlarning menga topshirgan vazifanglarni to'liq o'rindidim. Lekin bilmadim sizlar nima ishqa bunda qilsizlar. Sizlar nimaga do't tikishdinglar? Ish mundaq. Meningcha insonlarning pul boyliqning simvoliga tutgan pozitsiyasi qandoq bo'ladi? U bo'lsa-mu qo'lingizda mushu kichikgina qog'oz parchasi bo'lsa, nimani xohlasangiz, shuningga erisha olasiz. Meningcha, naqlashtiranmagan ekan, uning sizga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Endi siz orqali o'zimning yengilib qolganimni bildim Adam efendi. Men azaldan birsini yengib, bunda xo'shal bo'lib boqmagan. Bu pulchiga hammaga qodir. Texi aksiya bozorda uning uchun 20 ming fond sterling tepib beribdi. Men bir eg'iz so'z qilsam bo'lamdi. Bo'ladi xon qiz. Men bu pul chekining kuchi borligiga ishonaman. Lekin uni hammaga qodir deyishga bo'lmaydi. Men Henryni yaxshi ko'raman. Chunki u faqatla Henry bo'lganligi uchun. Shundoq. Dastlabda u mening puldor ekanligimni bilgandan keyin ketgandi. Keyin pulimning yo'qligini bilgandan keyin qaytib keldi. Pul faqat aramizda ayirish rolini o'ynadi. Ha, angladingmi? Pul cheki bo'lmagan bo'lsa, sizlar uchrashamaytinglar. Undaq deb ketgili bo'lmaydi. Agar ularning taqdirida bo'lsa-chi. Biz agar demasdan amaliyotga yuzlanishimiz kerak. Amaliyotda bu pul ularga asos solgan. Pul yanala hammaga qodir emas alovin. Endi sening yangidan e'tirof qilmayman. Talash tortish qilganining foydasi yo'q. Odam apandi pul chekini qaytarib yana hammaga erishdi. Bu pul cheki ularni vayronmi qilib o'talaydi. Arvukash, qani mangayli.